F-kassa dasturida markirovkasi sotiladigan tovarlarga ham markirovka urib soting degan ma'noda ошибка chiqayotganini sababi va yechimlarini tushuntirib beramiz. Masalan, spirtni sotayotgan vaqtingizda markirovka joyi qizarib qolgan bo'lsa, ya'ni spirtga markirovka urib soting deyotgan bo'lsa, lekin aslida spirtda markirovka yo'q bo'lsa, buni sababini aniqlash lozim. Birinchi navbatda dori mahsulotlarining nomidan spirtni topib olamiz va u yerdan 2PO qatorini ko'ramiz. 2PO qatorida ko'rib turganingizdek 03004 kodi bilan boshlanuvchi 2PO kodi turibdi. 03004 kodi bilan boshlanuvchi barcha mahsulotlar dori mahsulotlari hisoblanadi va ularga markirovka kodini urish majburiy hisoblanadi. Ushbu kodni o'zingizga yozib olib, nima uchun markirovka talab qilayotganini bilsangiz bo'ladi. Ushbu kodni soliq organining tasnif.soliq.uz saytidan tekshirib ko'ramiz. Ushbu saytga kirganimizdan keyin poisk po 2PO yoki o'zbekchada MXK kodi bo'yicha qidirishga galочка qo'yamiz. Найти degan bo'limiga yozib olingan kodni yozamiz. Chiqqan mahsulotga kiramiz va bu yerda ko'rib turganimizdek 03004 kodi bilan boshlanuvchi barcha mahsulotlar dori mahsulotlari, qadoqlangan dori vositalari hisoblanadi. Soliq idorasi va yangi texnologiyalar tomonidan ushbu 2PO kodga markirovka urish talabi qat'iyan belgilangan va bu mahsulotni markirovkasiz sotib bo'lmaydi. Agarda sizdagi mahsulotlardan spirt, menvazin, glitserin va boshqa turdagi nastoykalar va boshqa turdagi mahsulotlarda markirovka dorining upakovkasida yo'q bo'ladigan bo'lsa, demak siz bunga boshqa 2PO kodini qo'yishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni dori mahsuloti emas bo'lgan kodni. Masalan, losyonlarni, antiseptik vositalarni kodini bemalol qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Sababi sizdagi mahsulotlar dori mahsuloti emas va markirovkalanmagan tovar hisoblanadi. Ushbu 2PO kodlarni tasnif saytidan yoki sizga kelgan Didoxdagi 2PO kodlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Spirtga kiritilgan 2PO kodni tezkor o'zgartirish uchun dori mahsulotlar qatoridan kod deb nomlangan qatorni yoqib qo'yishingizga to'g'ri keladi va spirtga mo'ljallangan tezkor topish uchun kodni eslab qolasiz. 319 622. F-apteka programmasiga kirasiz. Yuqorida joylashgan spravchni medikamenti bo'limiga kiramiz. Dori mahsulotini yozmasdan turib 319 622 yozig'ini yozasiz va tezkor o'sha spirtni topib beradi. Enter knopkasini bosganingizdan so'ng bu yerda ko'rib turibsizki, kodigini dori mahsulotniki. Tasnif saytidan kerakli 2PO kodni olamiz, kopirovat qilamiz va kodgini bo'limiga joylashtiramiz. Upakovka qatori to'g'risida joylashgan kitobchasini bosamiz, donani tanlaymiz va saqlayin knopkasini bosamiz. F-kassaga o'tamiz va obnoyit qilamiz. Ko'rib turganingizdek boshqa kodga o'zgardi. Qaysi mahsulotning yozig'ida mark qatorida ptichka turgan bo'lsa, ushbu mahsulotni faqatgina markirovka kodi orqali sotish mumkinligini bildiradi. Spirtga endi markirovka talabi yo'qoldi. Sababi u haqiqiy spirt emas, shunchaki losyon bo'lishi mumkin. Glitserin mahsulotini ko'ramiz. Sizdagi upakovkada markirovka mavjud emas, lekin F-kassada qo'yilgan 2PO kodi 03004 dan boshlanadi va markirovka majburiyligi haqidagi ptichka turibdi. Ushbu kodi, ya'ni 334 039 kodi orqali tezkor topishimiz mumkin. Spravchning medikamentiga ushbu tezkor IDni yozamiz. Va sizni o'nlab glitserinni kartochkasini ochib chiqishdan ko'ra tezroq sizga yordam beradi. Glitserin upakovkasida markirovka yo'q, shu mahsulotga mos bo'lgan 2PO kodini joylashtiramiz. Albatta bu kodni tasnif.soliq.uz saytidan olishingiz kerak bo'ladi. Glitserin ichish uchun mo'ljallangan mahsulot avvallari dori mahsuloti edi, hozirda esa biologik faol qo'shimcha bo'lib ishlab chiqarilayotgani sababli 2PO kodini ham BAD, ya'ni biologik faol qo'shimchaning kodini qo'yishimizga to'g'ri keladi. Kodginiga biologik faol qo'shimchaning kodini qo'yamiz. Upakovka qatoridan kerakli qadoqni tanlaymiz va saqlayin qilamiz. F-kassaga kiramiz. Obnoyit qilamiz. Va glitserinda 2PO kodi o'zgaradi va markirovka talabi yo'qoladi. Hozirda bitta aptekasi bor mijozlarimizdan F-aptekaga kirib, ushbu kodlarni tezkor o'zgartirish mumkin. Sitvoy, ya'ni tarmoqli dorixonalar esa, ya'ni dorilarni qatdan prixod qilishadigan bo'lsa, bu sklad F-aptekasidan spravchniy medikamentdan o'zgartiriladi va spravchniy medikamenti ma'lumotlar o'zgargandan so'ng pochtaga kirib, отправить spravchnikka bosib, bu ma'lumotlarni barcha filiallarga yuborib qo'yishga to'g'ri keladi. Eslatib o'tamiz, ushbu qo'llanma faqatgina qadoqning ustida markirovkasi yo'q bo'lgan mahsulotlargagina amal qiladi. Agarda qadoqning ustida markirovkasi mavjud bo'lsa, mahsulot markirovkasini skanerdan o'tkazib sotishingizni iltimos qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.